ikki xona Novostroy qidiruv yurtdoshlarimiz uchun bugun biz sizlar bilan Chilonzor tumani 7-kvartalda joylashgan ikki xonali Novostroy uyimizni birgalikda ko'rib chiqamiz. Ushbu ko'rib turganlaringiz koridor qismi, glavniy eshikdan kirib kelish, o'zini razdelniy sanuzellar, oshxona va xonalarimiz bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, bu yerda mehmonxonamiz ochiq balkonlari bilan tashqida ko'rsalaring bo'ladi. 24/7 охраняем zona ko'rib turganingizdek, domlar ichki tomonida. Uyimiz 7 qavatli binoning 6-qavatida joylashgan bo'lib, umumiy maydoni 6 metr kvadratdan iborat bo'ladi. Barcha xonalarimizda oynalar bor. Gulxo'y tushib qolmagan. Ko'rib turganingizdek, bu yotoqxona qismi bo'ladi. Uyimiz shundoqqina Haytek masjidi yonginasida joylashgan bo'lib, bu yerda esa oshxona qismi. Oshxonamizda romlar qoldirib ketilgan. Yuqorida aytib o'tganimdek, bironta ham xonamiz gulxo'y tushmagan. Kuxonniy garniturlarni ko'rib turganingizdek, eshikka moslab qilingan bit bilan razdelniy sanuzelimiz keladi. Uyimizni mo'ljaliga keladigan bo'lsak, Chilonzor tumani 7-kvartal shundoq Haytek masjidi orqasida joylashgan ikki xonali Novostroy uyimizni egalari videoda ko'rgan barcha mebel va texnikalaring bilan $70,000 baholashmoqda. Agar kimgadir qiziq bo'lsa, opsiyadagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.